Bilmaganlar uchun yana ozgina ma'lumot beramiz. BMW kompaniyasi Rolls-Royce va Mini Cooper kompaniyalariga egalik qiladi. Rolls-Royce Ghost Black Badge neovichniy rangda, motori 12 silindr, 675 объемda, 500-600 ot kuchi bo'lsa kerak, unda ot kuchi ko'p bo'lmaydi, bitta ko'ramiz. 675 aytib o'tganimizdek 2507 kilogramm, maksimal skorost 250 km/ch, 0-100 sekund, 591-600. Aytganimizdek 600 ot kuchida. Narxi adashmasam qo'yilmagan. Выставkalarda narxni qo'yishmaydi. Keyingi mashinaning boshiga juda ham ko'p odam qiziqdi. Narxlari ham juda ham qimmat edi, elektrichka. Hozir ancha narxlari arzonlashgan. Ikkita variant tashlashgan divanga. Mana shu Germaniyaning o'zidan, mashina Germaniyaning o'zida turibdi. Zo'r mashina.